بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi suhbatimiz rizq haqida. Rizq albatta Allohdan. Ma'lumki dinimiz inson hayoti uchun barcha zaruriy ko'rsatmalarni beruvchi ilohiy ta'limot. Alloh taoloning qudrati, ilmi, ne'mati butun borliqni qamrab olganligi barobarida biz bir narsani anglab yetamizki, musulmon odamning e'tiqodi shulki, rizq Allohdan. Bizning harakatimiz, mehnatimiz, intilishimiz buni hammasi sabab berguvchi Alloh. Sufyon Savriy aytadilar, men tuzimni ham Allohdan so'rayman deydilar. Rizq Allohdan. Chunki Allohning 99 ta ismi azamining bittasi Alloh Razzoq. Butun maxluqot va nabototga rizq berguvchi zot. Rizqning ta'rifi, uning turlari borasida ulamolarimiz ta'rif berganlar. Rizq degani ulush degani, nasiba degani. Rizqni faqat biz bandani bir mol-u mulkka ega bo'lishi, yegulikka ega bo'lishini tushunamiz. Aslida banda uchun zarur bo'lgan hamma narsa aslida rizq. Farzand berdi, bu rizq. Soliha sizga juft berdi, bu rizq. Yaxshi bir kasb-kor berdi, bu rizq. Alloh qalbimizga iymon berdi, bu rizq. Rizq nafaqat moddiy, balki ma'naviy rizq. Moddiy rizq, ma'naviy rizq. Biz uchun, hayotimiz uchun manfaatli bo'lgan zaruriy narsalar hammasi rizq. Shukrlar bo'lsinki, ota-onamiz bor, bu rizq. Solih do'stimiz bor, bu rizq. Yaxshi qo'shnimiz bor, bu rizq. Yaxshi uyimiz, manzilimiz bor, bu rizq. Bizning manfaatimiz uchun yaxshilikka xizmat qiladigan, erishgan har narsa banda uchun bu rizq bo'ladi. Istilohda esa Alloh taolo odamlar va hayvonlardan iborat o'z maxluqotlariga bergan va ular manfaat oladigan dunyoviy, uxroviy har narsa rizq deb ta'rif etiladi. Demak, agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak, shukrlar bo'lsinki, Alloh taolo bizga ko'p rizq berdi. Alhamdulillah. So'rovlarimizdan, istaklarimizdan afzalini berdi. Mo'min odam, musulmon odam mana shunday e'tiqodda bo'ladi. Bizni rizqqa bo'lgan e'tiqodimiz, rizqning egasi Alloh. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Fabtaghu indallohir rizq. Allohning huzuridan rizqni talab eting deydi. Ulamolar mana shu oyatning tafsirida aytadilarki, Fabtaghur rizqa indalloh demadi. Rizqni Allohning huzuridan talab qilinglar demadi. E'tibor bering shu oyatga. Balki Allohning huzuridan rizq talab eting deyapti. Agar rizqni Allohning huzuridan talab etinglar deyilganda, boshqa manzilda ham rizq bormi degan savol paydo bo'ladi. To'g'rimi? Rizqni Allohning huzuridan. Xo'p, avval rizq zikr qilinganda edi, demak Allohning huzuridan boshqa huzurda ham, boshqa joyda ham rizq bormi degan savol o'zidan paydo bo'ladi. Endi Alloh Qur'onda aytayaptiki, Fabtaghu indallohir rizq. Allohning huzuridan rizq talab etinglar deyapti. Bunda savolga o'rin qolmaydi. Rizq faqat Allohning huzuridan. Rizq faqat Allohdan. Boshqa narsalar sabab bo'ladi. Tanish bilish, ota-ona, Allohning huzuridan. Qolgan hammasi
albatta bu sabablar. Mo'min odam, musulmon odam rizqqa Allohdan ekanligiga iymon keltiradi va buning uchun harakat qiladi. Hattoki o'zining suygan payg'ambarlari ham mehnat qildilar, tirikchilik qildilar, rizqni Allohning huzuridan, balki Allohning huzuridan rizqni talab etishga o'zlari mehnat qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Innalloha yuhibbul abdal mu'minal muhtarif." Alloh taolo hunarli, mehnatkash mo'minni yaxshi ko'radi. Mo'min odam ilmli bo'lishligi barobarida, saxiy bo'lishligi barobarida, ibodatli bo'lishligi barobarida mehnatkash bo'lish kerak. Mehnatga buyuryapti. Ilmimiz bilan bu ham mehnat, aqliy mehnat. Aynan mehnat deganda faqat jismoniy mehnat nazarda tutilmayapti. Aqliy mehnat jismoniy mehnatdan yuqori turadi. Uni bahosi, unga to'lanadigan haq yuqori turadi. Demak, o'sha mehnatkash mo'minni Alloh yaxshi ko'radi degan hadisdan murod, siz aqliy mehnat qilyapsizmi, jismoniy mehnat qilyapsizmi, buni hammasi o'z ichiga oladi. Musulmon odam mehnatkash bo'lish kerak. O'zining tirikchiligini, o'zini nafaqasini zimmasiga olish kerak. Bola chaqasini, hattoki shunday bir fatavolar bor, bandani nafl ibodat bilan oyoq beli og'rib, charchab, horib qolgan holatidan ko'ra, halol kasbdan charchab, horib qolgan holati Allohga xush yoqadi. Halol kasb bu ibodat. Tirikchilik qilyapsizlar mana hammanglar, bola chaqam, ro'zg'orim deb, bu ibodat azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni erta tongda sahobiylar bilan o'tirganlarida bir yigit qaddi qomati kelishgan, tez yurib, shahdam qadamlar ila o'tib ketdi. Shunda sahobiylardan birlari: "Ya Rasululloh, agar shu yigit Allohning yo'lida bo'lganida bormidi, dinga qancha foydasi tekkan bo'lardi" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom: "Agar shu yigitning ota-onasi bo'lsa, farzandlari, bola chaqasi ro'zg'ori bo'lsa, bola chaqam ro'zg'orim deb tirikchilikka, halol mehnatga ketayotgan bo'lsa, fa huwa fi sabilillah. Bu Allohning yo'lidagi yigit" dedilar. Allohning yo'lida yurish faqat ilm yo'lida yurish emas. Allohning yo'lida yurish, halol kasbi korda yurish ham Allohning yo'lida yurish akalar. Mana shu yerda o'tirgan hammanglar mehnat qilyapsizlar. Tirikchilik qilyapsizlar. Bitta narsani esdan chiqarmanglar. Agar o'sha mehnatingizda, kasbingizda halol bo'lsangiz, siz Allohning yo'lidagi yigitsiz. Kasbikor qilyapsiz. Bola chaqam ro'zg'orim deb yuribsiz. Bundan ulug' ish yo'q. Ayyub Saxtiyoniy degan bir zot o'tganlar, shogirdlariga dars bera turib aytdilar: "Agar sizlarga dars berib turgan chog'imda menga bir xabar kelsa, ro'zg'orim uchun bir bog'lam ko'kat kerak bo'lib qolsa, men darsimni to'xtatardim. Ro'zg'orim uchun o'sha bir bog'lam ko'katni keltirib, ularga shu ehtiyojini qondirib, qaytib kelib keyin darsimni davom ettirgan bo'lardim" degan ekanlar. Aytmoqchilarki, nafaqa, bola chaqani ta'minotini o'rniga qo'yish, ilm va ilm bilan mashg'ul bo'lishdan ko'ra afzal demoqchilar. Bu ibodat farzandlarimiz uchun qilgan harakatimiz, mehnatimiz. A'zamuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlik. Eng ajri ko'p qilgan sarfing, oilangga qilgan sarfing deganlar. Ro'zg'oringiz, bola chaqangiz, ayolingiz uchun qilgan sarfingiz bu sizni ihsoningiz. Biz ihson deganda yetimga, kambag'alga, bir masjidga beriladigan mablag'ni tushunamiz. Shuni esdan chiqarmanglar akalar. Eng zo'r ihson oila uchun, bola chaqa ro'zg'or uchun qilingan sarf xarajat. Ayolingni og'ziga solgan bir luqmangda ham senga ajr bor deganlar payg'ambarimiz alayhissalom. Sizning har bir harakatingiz ibodat,
oilangiz uchun qilgan sarfingiz ehson bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, albatta rizq bandani xuddi ajali qidirganidek qidiradi deb Imomi Ibn Hibbon rivoyatida Sarvari koinot marhamat qilmoqdalar. Albatta bandani rizqi onasining qornida shakllanganda bitib qo'yiladi. Lekin shu rizq bandaning dunyoda qilgan amaliga qarab o'zgaradi. O'zgaradi. Banda yaxshiliklar qilsa, silai rahim qilsa, o'sha qilayotgan kasbining bir chetidan ehsonli bo'lsa, qo'lidan kelgan yaxshilikni qilsa, rizqi mo'l bo'ladi. Rizqining kesilishiga ham bandaning o'zi sababchi bo'ladi. Kelayotgan rizq kamayishiga, ozayishiga bandaning isyoni, silai rahimni uzishligi, Allohga osiy bo'lishligi bandaning rizqining torayishiga sabab bo'ladi. Rasul akram alayhissalom bir hadisda kim rizqi keng, umri uzoq bo'lishini xohlasa, silai rahim qilsin deganlar. Demak, mana shu silai rahimni yaxshi ushlash bandaning umriga umr qo'shadi, rizqiga rizq qo'shadi. Mo'min odam, musulmon odam rizqining ziyoda bo'lishiga sabab bo'lgan amallarga rag'batli bo'ladi. Halol rizq uchun harakat qilish azizlar, bu savob ish. Payg'ambarimiz alayhissalom bandaning har bir harakati kasbi sababidan, bola chaqam ro'zg'orim deb yurishligi sababidan bu ulug' amal ekanligini ummatga, ashobga bildirganlar, ta'limini berganlar. Hattoki ixtiyor kitobida shunaqangi bir so'zlar bor. Mo'min kishi o'zi, ahli ayoli uchun va qarzlarini ado etish uchun kifoya qiladigan miqdoricha kasb qilishligi, tirikchilikka harakat qilishligi bu farz. Xalqimizning tilida nafaqai ahli ayol farz degan gap bor. Hammanglar eshitgansizlar. Nafaqai ahli ayol farz. Bu degani ahli ayolingiz, bola chaqangizni nafaqasini zimmangizga olishingiz farz. Ularni ehtiyojini qondiradigan darajada mablag' topib tirikchilik qilish erkak kishi uchun farz. Insonni yomon odam ekanligiga, mana shu narsani zimmasiga olmaganligi, shunga bee'tibor bo'lganligini o'zi kifoya qiladi. Oilasiga, bola chaqasiga e'tiborsizligini o'zi insonni yomon odam ekanligiga kifoya qiladi. Insonni yaxshi inson ekanligiga, bola chaqasiga, ro'zg'origa bor kuchi darajasida intilib, shular uchun harakat qilayotganligini o'zi kifoya qiladi. Endi bola chaqa voqilaman deb, tirikchilik deb nima bo'lsa hamma narsaga o'zini urmaydi musulmon odam. Tirikchilik deb tirriqchilik qiladiganlar ko'payib ketdi. Qancha yigitlar ishonib, ko'ngli bo'sh, sherik bo'lgan, pul bergan, tirikchilikda o'zini tirikchiligi barbod bo'lib ketyapti. Qiynalib qolyapti. Aldagan odam endi u ham bola chaqa boqyapti. Inson qanday qilib harom rizq topib, bola chaqasiga yedirib, yana ertaga yaxshi kunni orzu qilish mumkin. Bitta narsani esdan chiqarmaylik azizlar. Ertaga farzandlarimiz yaxshi inson bo'lishligini xohlasak, ertaga shu farzandlarimizdan yaxshi insonlar chiqishini xohlasak, kasbi korni halol qilaylik. Bizning kasbimizning halolligi, farzandlarimizning luqmasini halolligi bu. Ulug'likning tamal toshi halol luqmada bo'ladi. Halol luqma qayerdan bo'ladi? Otani, onani kasbini halolligidan bo'ladi. Ota to'g'ri kasb qilsa, birovni haqqidan hazar qilsa, ko'tarib kelgan o'sha nonini yegan bola inshaalloh ilm yuqadi, adab yuqadi, nasihat yuqadi. Harom yedirib bola chaqa katta qilganlarni ko'ryapsizlar. Nima bo'lganini?
bu teshib chiqadi. Davlatniki, xalqniki deb turib ba'zi birlar yengil qaraydi. Bitta odamni haqqi, bitta odamni da'vosi qiyomat. Xalqning mulkiga xiyonat shuncha million odamni da'vosi bo'ladi. 36 million odamni da'vosi bo'ladi. Imomi Buxoriyning otalari onalariga aytgan ekanlar. Farzandlarimga qoldirayotgan merosimda 1 dirham shubha borligini bilmayman dedilar. Mana shunday kasb qilgan ular. Kasbi korida harom u yoqda tursin, shubha aralashtirmagan. Mana shu kasbdan kamol topgan farzandlar mana qanday insonlar bo'ldi. Imomi Azamni tug'ilishini bilasizlar. Otalari daryodan oqib kelayotgan bir olmani suvdan olib tishlab o'ylab qoldilar. Axir bu kimningdir haqqi-ku, egasi bor-ku buni deb suv yoqalab borib, suvga shoxi engashgan daraxtni egasini topib, rozi rizolik so'raganda, o'sha bog'ning egasi bu kishiga xaridor bo'lib, qizlarini beradilar. Ana o'sha nikohdan Imom Azam tug'iladilar. Ota-onani luqmasini halolligi, kasbining halolligi, bolasiga yedirayotgan nonning halolligi farzandlarning ulug' bo'lishligining eng katta asosi bo'ladi. Imom Azam davrlarida bir qo'y o'g'irlandi. Bu kishi darhol qassobga bordilar. Qo'y qancha yashashi mumkin deb so'raganlarida qassob uzog'i bilan 7 yilga yetib yetmasdan so'yilib ketadi dedi. 7 yil uylariga qo'y go'shti olib kirmadilar. Qayerdadir yanglish bo'lib so'yilib, men bilmagan holimda farzandlarimning luqmasi bulg'anmasin deb 7 yil qo'y go'shtidan taqvo qilgan ekanlar. Ota-onani taqvo qilishligi, kasbi korda, mehnatda, tirikchilikda parhezni qattiq ushlashligi bu farzandlarimiz uchun asosiy solihligining tamal toshi bo'ladi. Shuning uchun akalar, birinchi o'rinda albatta biz kasbi korga e'tibor berishimiz nafaqat o'zimiz uchun, balki farzandlarimiz uchun ham. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan Sa'd ibn Abi Waqqos: "Ya Rasululloh, mening haqqimga duo qiling, duolarim qabul bo'ladigan inson bo'lay" deganlarida Rasul akram alayhissalom luqmayni halol qil, duolaring qabul bo'ladi dedilar. Hattoki duolarimizning qabul bo'lishligi luqmani halolligiga bog'liq bo'ladi. Bandaning egnida kiyimi 10 dirhamga kelgan bo'lsa, shuning 1 dirhami haromdan aralashgan bo'lsa, 9 dirhami halol pul, lekin 1 dirham harom pul aralashib qolgan. Shu mablag'ga sotib olingan kiyim bilan o'qilgan ibodat qabul bo'lmaydi deganlar. Biz nafaqat yemoqligimizni, balki biz o'sha ishlatadigan asbobi anjomimiz ham, yeydigan nonimiz ham, farzandlarimizga yediradigan rizq ham halol bo'lishligi bizni bu qiziqtiradigan eng katta narsa bo'lishi kerak. Hayron qolasizda, ibodati bor, tilida juda istig'for bor, ro'para kelsangiz qo'lida tasbih bor, lekin uni qilgan qilig'ini eshitsangiz, birovni haqqidan qo'rqmaganini eshitsangiz, haqiqiy munofiq kazzob mana shu odam deb siz birovga ko'rsatsangiz bo'ladi. To'n kiyib olgan, munofiqni to'nini kiyib olgan, niqob. U niqob odamlarni aldash uchun kiyilgan niqob. Uni so'zi, ko'rinishi, harakati, ibodati odamlarni chalg'itish uchun, ishontirish uchun. Aslida u niqobni tagida boshqa yuz bor. Musulmon odam dangasalikdan, boqimandalikdan uzoq bo'ladi.
4 muchasi sog' odam mehnat qilish kerak. Bugun ozgina harakat qilgan odam birovga bir narsa so'ramaydi, muhtoj bo'lmaydi. So'rash, soil bo'lish uchun hozir yeyishga ovqati yo'q, qorni och. Shu odamga ruxsat bor. Hozir ovqati bor, lekin ertaga ovqati yo'q. Bu odam uchun mumkin emas. Ertaga yo'q, hozir bor. Shu odamga ham ruxsat yo'q. Imom G'azzoliy aytadilarki, mo'min odam Allohning mahluqotlariga qarash kerak-da. Keyin sal o'zini o'zi tarbiya qiladi. Qushga qarang. Inida nimasi bor shuni? Don yig'ib qo'yadimi qush? Yig'maydi don. Har kunligi Allohdan. Ochlikdan o'lib qolyaptimi? Yo'q. Ibn Uyayna aytadilar. Uchta mahluqot ko'p ham uncha ertangi kuniga ishonmaydi-da, zaxira qiladi deydi. Inson, chumoli, sichqon deydilar. Bular hammasi yig'adiganlar. O'zidan keragidan oshiqni yig'ib qo'yadiganlar bular. Chumoli, sichqon va inson. Aslida inson Allohning mahluqotlariga bir qarasa, boshqa mahluqotlarni yashash tarziga, Allohning Razzoq zot ekanligiga, Alloh bandasiga albatta rizq berishligiga albatta iymon keltirgan bo'lardi. Azizlar, rizqni keng bo'lishiga yoki tor bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlarni ham musulmon odam e'tiborni qilish kerak. Mana kasb-korda yuribsizlar. Odam rizqini keng bo'lishini albatta xohlaydi. Boy bo'ling. Dinimizda boylikdan qaytarilmagan. Din bu faqirlikdan iborat emas. Musulmon olami boy bo'lish kerak. Musulmon yigit boy bo'lish kerak. Eng zo'r mashinani mining. Eng zo'r uyda yashang. Farzandlaringizga eng yaxshi kiyimlarni kiydiring. Eng yaxshi taomlarni yediring. Faqat isrof bo'lmasa bas. Sizni shu ish kibrga olib ketmasa bas. Keragidan oshig'ini sarflamasangiz bas. Halol bo'lsa eng zo'rini kiying. Eng zo'rini mining. Bundan dinimiz qaytarmagan. Hattoki dinimizda shunday bir amallar borki, faqat boylik bilan qilinadi. Zakotni kim beradi? Islomning 5 ta arkonining bittasi faqat boylik bilan qilinadi. Hajga kim boradi? Boy odam boradi. Qurbonlik kimga vojib? Boy odamning zimmasiga vojib. Bundan qaytarilmagan. Alloh taolo bandasini gohida berib sinaydi. Ba'zi bir bandasidan kam qilib sinaydi. Buni hammasi sinov. Lekin musulmon odam baribir rizqining keng bo'lishini harakatida paydo bo'lish kerak. Allohdan avvalambor so'raylar. Alloh farzandlarimni rizqini ko'paytirib berdi. Mana ertalab kasb-korga ketyapsizlar, yigitlar. Tahorat bilan chiqing. Ishingizga borguningizga qadar istig'for aytib boring. Hasan Basriyning huzurlariga bir yigit keldi. Haqqimga duo qiling, hech ishim yurmayapti. Alloh bir kasbimga barakot bersin deganda, istig'firillah, Allohga ko'p istig'for aytgin dedilar. Istig'for tilinglarda ko'proq istig'for bo'lsa, rizqning mo'l bo'lishining sabablaridan bittasi. Kasb-korda qaysi biringiz nima kasb qilasiz? Hayolingizda, fikringizda faqat pul topish emas. Fikringizni to'g'rilang. Alloh bola chaqamni boqishni menga shu yo'l bilan nasib etdi. Men shu yo'lda xalqimga xizmat qilyapman. Yurtga xizmat qilyapman. Odamlarni shu boradagi ehtiyojini qondiryapman. Parvardigor o'zing barakasini ber deb so'rashligimiz kerak. Meni bir mahsulotimni narxi oshsa degan xayol kelmasin fikringizga. Chetdan mol olib kelasiz. O'zingiz bir narsa ishlab chiqarasiz. O'sha mahsulotingizni narxini oshishini xayolingizga keltirmang.
balki serhosil bo'lishligini, barakali bo'lishligini, unumli bo'lishligini, xaridorgir bo'lishligini Allohdan so'ranglar. Musulmon odam kasbi korda e'tiqodini to'g'rilab olish kerak. Faqat bu narsa emas, endi pul topish emas. Bir yaxshilik endi. Odam o'zini kasbidanchi maza ham qilish kerak, to'g'rimi? Odam ishini shu har bir odam o'zini yaxshi ko'rgan kasbiga inshaalloh rag'batli bo'lish kerak. Kasbi korni rizqning mo'l bo'lishligini, ishining rivoj topishini choralardan yana biri qo'linglarda ehson bo'lsin akalar. Sufyon Savriy bir kuni masjidga bir dona piyoz olib kelibdilar. Yonlaridagi odam bu kishini qo'llaridagi piyozni ko'rib, nima qilasiz buni desalar, ro'zg'orimga qaradim, ehson qilishga hech narsa qolmagan ekan, qo'lim quruq bo'lmasini so'raganlar chiqib qoladi yo'limdan deb bir dona piyoz ko'tarib kelgan ekanlar. Kimga ehson? Avvalambor al-aqrab fal-aqrab, o'z yaqiningizga. O'z yaqiningiz. Alloh sizni ishingizni rivojini berdi. Lekin boshqa aka-ukalaringiz, opa-singillaringizniki unchalik emas. Yordam bering. Juda siz tadbirkorligingizdan, ishbilarmonligingizdan emas, Alloh beryapti. Shunaqa bir e'tiqod qilingki, otam, onamni haqqimda qilgan duosi ijobat bo'lib qoldi. Alloh rizqimni berdi. Menga berayotganda Alloh aka-ukalarimga ham rizqini qo'shib berdi. Yaqinlarimga ham nasibasini qo'shib berdi deb mana shunaqa ish qilinglar. Qaranglar, xabardor bo'linglar. Oriyati yo'l qo'ymasligi mumkin. Lekin siz o'zingiz xabardor bo'ling. Borib ahvollaridan boxabar bo'lib turing. Hazrati Abu Dardo bir kuni eshiklari taqillab qoldi. Eshikni ochsalar, yaqin, juda ham yaqin odam, keling, nima yumush bilan keldingiz deb so'rasalar, yordam so'rab kelibdilar. Ro'zg'ordan, bola chaqani tirikchilikdan qiynalib bir oz yordam so'rab. Hozir deb ichkariga kirib so'ralgan yordamni olib chiqib berdilar. U odamni kuzatib, uylariga kirib yig'ladilar. Ayollari aytdiki, nega yig'laysiz? Quruq qaytarmadingiz, ko'nglini oldingiz, ko'mak berdingiz. Yo'q dedilar. Uning uchun yig'lamayapman. Balki men uchun yaqin bo'lgan odamni shunday ahvolga tushguniga qadar ahvolidan bexabar qolganimga yig'layapman dedilar. Ish bilan ovora bo'lib, ishi zo'r bo'lib ketgan odam qarindoshni oldiga borishga ham vaqti bo'lmaydi o'zi. Vaqti bo'lmaydi. Xabardor bo'lib turaylik akalar. Ukamizning ahvoli qanday, akamizning ahvoli qanday? To'rtta non ko'tarib opani ko'rgani boring. Ozgina sal vaqt ajrating ishdan, kasbdan. Opajon, sizni bir sog'inib ketdim. Onamni sog'insam sizni ko'rgim keladi. Sizni ko'rsam onamni ko'rganday bo'laman. Taftim bosiladi. Inson faqat ish bilan emas-ku, axir oqibat aka-uka, opa-singilni holidan xabar olish kerak. Ilgari borib bir kecha yotib kelishardi, to'g'rimi? Opamni ko'rib kelaman, akamni ko'rib kelaman deb. Nimaga biz shunchalik ishga sho'ng'iganmizki, hech narsaga vaqtimiz yo'q. Toshkentda yashaydilar, bir aka aytadilar. 3 kunlab bolalarimni ko'rmayman dedilar. 3 kunlab ertalab sahar chiqib ketar ekanlar. Kechqurun kelganlarda kech kelar ekan. Ketganda ham, kelganda ham farzandlar uyquda bo'lar ekan. Endi bola chaqasini, uydagi bolasini ko'rmagan odam qarindoshini ko'radimi? Hamma narsaga vaqt topish kerak. Parkent bozorini oldida bir dom bor ekan. O'sha domda yangi qurilgan domlar o'sha uyga ehsonga chaqirishdi. Bitta xonada ehson bo'ldi. Keyin meni chaqirgan yigit aytdiki, "Qor aka, bu kishi meni otamlar" dedi. "Mana bular" dedi, "meni ukalarim,
bu kishi akam bo'ladilar dedi. Qarindoshlarim bir tushuntirdi. Mana shu uy dedi, mana 3 xonali uy oldim, remont qildim. Hozir shu bir sirni men hozir e'lon qilishim kerak. Otajon dedi, siz mana uni ushlab turing dedi, qo'liga kalit berdi, otasini qo'liga. Ota dedi, sizga aytmadim dedi, men shu uyni sotib olib remont qildim, boshqa qildim. Shu uyni dedi akamga ehson qilaman dedi. Akasi o'qituvchi bo'lib ishlar ekan, bola chaqasi bilan 2 xonali uyda turar ekan. Shu dedi mendan dedi hadiya dedi. Shu gapni gapirishi bilan otasi ovozini chiqarib baqirib dodlavordi. Chunki kelib, ketib, ko'rib yurgan endi olganida remont qilayotganda. O'shangacha sirri aytmaganda. Shuni men akamga oldim, shuni remont qilib beraman ham demagan. Jihozlab, gilamiga, idish-tovog'igacha solib, odam yashaydigan qilib, dasturxon yozib, ehson qilib, kalitni berib chiqib ketyapti. Shu yigitni rizqiga Alloh yana rizq qo'shadi. Alloh barakasini beradi. Shuning uchun yigitlar boxabar bo'lib turinglar. Ota-onadan, aka-ukadan, qo'ni-qo'shnidan, shunda Alloh yuzinglarni yorug' qiladi.